Ajni salfetka qo'l yuvgani kirganda zid kiyimlar bor-ku savollar. O'shalarni ishlatishlik mumkin emas. Tirnoqlar olishlik mumkin emas. Tirnoq olishlik mumkin emas. Oshcha tushlar yulishlik mumkin emas. Yaralar bo'lsa yaralar ko'chirishlik mumkin emas. Tushunyapsizmi? Ozor berishlik mumkin emas. Haram hududiga borganda hozir chigirtkalar kam. Chigirtkalarning ham miqdori qanchadir miqdori bor. O'sha miqdordagi chigirtkalarni bosib o'ldirib qo'ysak, jarimalar bor. Endi er xotin bo'ladigan bo'lsa, er xotin yaqinlik qilishi mumkin emas ihromdalik vaqtida. Tushundingizmi? Endi sababli uzrli ayollar bo'ladigan bo'lsa, sababli uzrli namoz o'qimay turgan ayollar bo'lsa, Zulxulayfa masjidiga borib, o'sha joyda masjidga tushmaydi-da, avtobusda o'tirib turadi. Avtobusda o'tirib turadi, umrani avtobusda turib niyat qilib olaveradi. Namoz o'qigani tushmaydi. Ya'ni ihromsiz, niyatsiz Makka mukarramaga kirishlik mumkin emas. Tushundingmi? Ihromsiz, niyatsiz kirib qo'yadigan bo'lsak, qo'yga tushib qolamiz. Qo'yni ham mana shu joyda olib so'yishimiz kerak. Tushundingmi? Endi Makka mukarramaga bordik, mehmonxonaga so'mkalarni qo'ydik, choyni ichdik, tahorat qildik, xonaga joylashdik.